...10 yil eri yo'qolib ketsa ham xotinga taloq tushmaydi. 10 yil yo'qolib ketsa ham. Hatto Hanafiy mazhabida erning tengdoshlarining hammasi o'lmaguncha xotinga taloq tushmaydi. Erni tengdoshlari hammasi o'lib ketsagina yo'qolgan er, ha endi bu ham o'ldi shekillik deb bechora idda o'tiradi keyin. Idda o'tirib 4 oy 10 kundan keyin erga chiqadi. 80 kirgan kampir. Hanafiylarda shu, lekin vaziyat shuni taqozo qiladi. Ya'ni ilgari bunaqa vaziyatlarda Hanafiylar, biz Hanafiy mazhabi tarafdori, o'sha mazhabning muntasiblarimiz Hanafiy mazhabi nikoh masalasida ehtiyot chorasini nazarda oladi-da, ehtiyot chorasida uylantirib qo'ysangiz, eri qaytib kelsa nima bo'ladi? Taloq qilmaganman desa janjal chiqadimi? Hanafiylar shu tomonini e'tiborga oladi. Dalillar ham shuni qo'llab-quvvatlaydi. Erkak kishi taloq demaguncha taloq tushmaydi. Endi bu masala ko'payib ketdi endi. Erlar ko'pi Rossiyaga ketib boradi, boshqa yoqqa boradi, kelmaydi, yo'q, xabar yo'q, qidirsangiz yo'q. 3 yil, 4 yil, 5 yillab kutib o'tirgan xotinlar bor. Ular endi nima qilish kerak desa, Molikiy mazhabida 4 yil kutishlikka fatvo bergan ular. Mana shunga o'xshagan masalalar ijtimoiy masala deyiladi. Butun xalqni o'ylantirayotgan masalada bitta odamni o'zi bilan hal bo'lib ketadigan emas. Butun jamiyatni ichiga muammo tug'dirayotgani uchun muftiy ulamolar kengashiga soladi buni. Ulamolar kengashi fatvo hay'ati tuzadi. Fatvo hay'ati Molikiy mazhabini quvvatlab fatvo bersa, xalq unga amal qilaveradi. Bu masalada hamma xohlaganini gapirishga haqqi yo'q. Shunarliga mabodo shunaqa ko'p xotinidan xabar olmasdan tashab ketib olganlar bo'lsa, xotin 4 yildan keyin nikohlagan imomga yoki diniy idoraga mas'ul bo'lgan o'zini mahallasidagi imomga murojaat qiladi. Imom fatvo bo'limiga murojaat qiladi, mahallani aktivlarini chaqiradi, hamma guvoh bo'lish kerak unga. Uni qidirib topilish harakat qilinadi, yo'q topilsa aytiladi, kel xotiningga qara deyiladi. Yo'q desa unda talog'ini ber deyiladi. Topilmasa, yo'q bo'lsa, unda xotin boshqaga eriga tegish uchun 4 yildan keyin imomning fasxi bilan nikohini buza oladi. Bu masala sifatida aytayapman, buni tahlili butun boshli aktivlar guvohligida qilinadi. O'zidan o'zi taloq tushib qolmaydi. Tushunarliga?